Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qishki shakarop yapamiz. Retsept juda ham mazali va oson. Yuvib olingan pomidorlarni videoda ko'rsatilgan usulda mayda qilib to'rgaymiz. Pomidorni iloji boricha bir xil hajmda to'rg'asak, shakarobimiz yanada chiroyli chiqadi. Masalliqlarni ixtiyoriy ravishda ko'paytirishingiz mumkin. Menda qozon kichkina bo'lganligi uchun yetarli miqdorda qilaman. Ana endi bolgarskiylarni ham videoda ko'rsatilgandek qilib to'rg'ab olamiz. Piyozni ham yubka yarim halqa shaklida to'g'rab olamiz. Chesnoqlarni oldindan to'g'rab olganman. Qizib turgan qozonimizga yog' va piyozni solamiz. Qizargach, bolgarskiyni solamiz. Ketidan pomidorlarimizni ham solib aralashtirib olamiz. Orada tuz va qora murch solib, yana aralashtirib olamiz. Pomidor solgan paytda chesnoqni ham sovuramiz. Shakarobimiz qaynab chiqdi. Ana endi ixtiyoriy qalampir sovuramiz. Shu tarzda 45 daqiqa qaynaydi va tayyor bo'ladi. Mana shakarobimiz tayyor bo'ldi. Ana endi buni sterillangan bankalarga solib yopib olamiz. Mana qishki mazali shakarobimiz tayyor. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va fikringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Keyingi retseptda ko'rishguncha xayr.